Hurmatli obunachilarimiz, Primo egadan Sparkimiz keldi. Mashinamiz vobshe ideal ekan. Video davomida to'liq obzor qilib beraman. Avtomat diskga 4 ta yangi lassa balonlar qo'yib qo'yilgan. Shoxlari mana. Xohlasanglar mana eganing o'zlari nomerlari bemalol telefon qilib savdo qilsanglar bo'ladi. To'liq shumizolyatsiya qilib qo'yilgan. Salon holatlari dodda bo'lib turibdi. 909 megahertz pult, test monitor. O probeglari 92 ming bo'lgan, konditsioner hamma narsasi ishlab turibdi. 2019-yilga lekin holati haqiqatan ham zo'r ekan. Egalar to'liq o'zim qarab minib yurganman. Hech qanday motor hadoylardan ishi yo'q. Kim olsa ham baraka topadi deyaptilar. Akustikalar yig'ib qo'yilgan. Siz ham kelib bemalol ustingiz bilan tekshirtirasiz bo'ladi. Bitta mana shu krilosiya kraskasi bor, qolgan joylari top-toza xudo xolasa. Mashinamizning narxi 92 million so'm. Egalari nomerini qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bankka chiqadigan narxlarni video davomida qo'yib qo'yamiz. Kim mashina olmoqchi, sotmoqchi bo'lsa bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.